Ha? Eshitasiz. Boshlaysanmi, aytasanmi dadangizga? Aytib berasizmi? Istar bilaman, xo'janini bilmayman. Asli 3 tane aytib bering qizim. Aytdimi? Yana bitta aytib bering. Yog'och taxtaladimi? Ha. Dadam bilan ertalab yog'och taxtalada qo'ydi. Tovuqcha qolmasin deb. Tovuqcha. Bo'ldimi, tugadimi she'ringiz? Ha. Stolchadachi. Stolchani ham aytasizmi? Ha? Ayting chiqani. Stolchada o'tirsam, dadam kelib qoldilar. Yig'ilmang, dada, aytsamlar, qilaqsim dedilar. Otni yasatib qo'ydim, shunga qalatib qo'ydim. Armiya deyasimlar, bugun qalatib qo'ydim. Oy, tugadimi? He. Challenge endi mana uchun qilingchi. Bo'pshi, hamma she'ringiz tugadimi? Ha. Ikkita bilasiz xolosmi? Ha. Qarang bitta. Bag'ida. Bag'ida. Peshonasida. O'rtasida. Nimasi? Kim qizisiz? Sesi. Qanaqa qizimsiz? Asal qizmi? Rahmat dadajonim qilib qo'ying. Rahmat dadajonim. Boringizga shukr dadajonim qiling. Balishda dadajonim. Men sizni yaxshi ko'raman deng. Men sizni yaxshi ko'raman. Bitta chun qilaylik. Ay, ana, ko'ryapsizlarmi? Mana salimi mana. Asal qizimda u. Ha. Qanaqa qizimsiz? Asal qizmi? Ikki qilib qo'ying bitta. Ikki? Qo'lingizni ikki qilib qo'ying. Xayr qilib qo'ying qizim. Xayr. Sog' bo'linglar qiling. Sog' bo'linglar. Batpisga bosinglar deng. Batpisga bosinglar. Bossalaring menga o'xshab shirin qizli bo'linglar deng. Bossalaring menga shirin qizli bo'linglar. Ana, tushunganlar tushundi, qizim.